IELTSchilar, demak sizni vaqtingizni behuda sarflash mumkin bo'lgan 3 ta kitob haqida gaplashamiz. Ayniqsa 3-chisini afsuski hamma nimagadir yaxshi ko'radi. Xo'p, birinchi kitobimiz IELTS Speaking Maximizer. Maximizer kitobi bor, demak bu speakingda birinchidan imtihonga noto'g'ri ma'lumot beradi, ikkinchidan berilgan sample answerlarda juda ham ko'p notabiiy frazalar va eskirib ketgan idiomalar bor. Ularni ishlatish esa IELTSdagi speaking ballingizni tushirib qo'yishi mumkin. Xo'p, keyingi kitobimiz yana Maximizer, faqat uning writing qismi. Bu kitob nimasi bilan behuda kitoblar safga kiradi? Sababi bu kitobda writing haqida juda ham ko'p noto'g'ri tushuncha bor va eng dahshatli, eng yomon tarafi hamma bog'lovchilarni prosta ro'yxat qilib sanab ketgan. Ularni ishlatilishi, grammatikasi haqida esa hech balo yo'q. Natijada uni noto'g'ri ishlatgan odamda writing bali qulaydi pastga. Va 3-chi top kitob. Bu O'zbekistonda eng ko'p sotiladigan kitoblardan bittasi. Bu demak o'sha biz bilgan 4 mingtalik essential, ya'ni 4000 essential words by Paul Nation 6 ta qismga bo'lingan. Ushbu kitobda birinchi, ikkinchi qismi yaxshi, lekin 3, 4, 5, 6-qismlarda shunaqangi so'zlar borki, siz uni hattoki IELTSda eng qiyin passajlarda ham uchratmaysiz. Shunaqangi qiyin, shunaqangi notabiiy so'zlar ko'pki, ularni yodlab prosta biz miyamizni charchatganimiz, vaqtimizni ketkazganimiz qoladi. Kommentda yozib qoldiring, siz ushbu kitoblarning qaysi biridan foydalanasiz yoki foydalanardingiz. Agar sizga haqiqatdan ham effektivni kitoblar kerak bo'lsa, Telegram kanalimga share qilib qo'yganman. Telegram kanalini esa demak ushbu Instagram akkaunti profildan topishingiz mumkin bo'ladi.